Nima uchun Tramp Nobel mukofoti sovrindori o'rniga Maduroning vitse-prezidentini tanladi? O'tgan dam olish kunlari Karakasda sodir bo'lgan dramatik voqealardan beri paydo bo'lgan ko'plab savollar orasida va ular juda ko'p, ketishdan bosh tortayotganlardan biri hozirda AQSh rasmiylari Venesuelaning vaqtinchalik hokimiyati deb atalgan tashkilotni boshqarayotgan ko'zoynakli ayolga qaratilgan. Nima uchun Delsi? Sobit marksist partizanning qizi va ag'darilgan diktator Nikolas Maduroning o'rinbosari Delsi Rodriguezning Tramp ma'muriyati e'tiborini tortgan narsasi nimada? Va nima uchun Washington 2024-yilgi prezidentlik saylovlarida g'alaba qozongan deb ishoniladigan muxolifat yetakchisi Maria Corina Machadoni qo'llab-quvvatlash o'rniga hokimiyatda qolish uchun obro'li Xavista inqilobchisini tanlashga qaror qildi? Venesueladagi AQShning sobiq elchisining so'zlariga ko'ra, javob oddiy. Ular demokratiyadan ko'ra barqarorlikni afzal ko'rishdi, deydi 2002-2004-yillarda Jorj Bushning Karakasdagi elchisi bo'lib ishlagan Charles Shapiro. Ular diktatorsiz diktatura rejimini saqlab qolishdi. Uning qo'l ostidagilar hali ham o'sha yerda. Menimcha bu juda xavfli. Ammo rejimni butunlay o'zgartirish va Machadoning muxolifat harakatini qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan muqobil variant boshqa xavflarni ham o'z ichiga olishi mumkin edi. Jumladan, muxolifat arboblari o'rtasidagi ichki nizolar va Maduroga ovoz bergan venesuelaliklarning ehtimol 30% gacha begonalashishi.